atirlarni sevib olib, qayga yo'l oldingiz, a? Baliq oviga? Baliq oviga atir sepib ketarmikan? Ha, atirda ikki tomonlama foydasi bor, xotin. Birinchisi baliqni o'ziga jalb qiladi. Ikkinchisi seni oldinga begona baliqni hidi bilan kelmayman, xotin. Kim bilan ketyapsiz baliq oviga? Baliqchi bilan, baliqchi bilan. Shunaqa. Qaysi baliqchi ekan? Tojvoy tajangda boshqa kim bilan boraman, Kim bilan? Tojvoy aka bilan? Hozir aniqlaymiz-da. Qani, Tojvoy akani nomerini terib bering. 94lik. 400 68 18. Kim ekan bu? Assalomu alaykum. Tojvoy aka yaxshimisiz? Ha, Tuhfatil akani ayollariman. Ha. Kelin yaxshimisiz? Ha, eshitaman. Tuhfatil akam uydan chiqib ketayotganda aytuvdi, bu Tojvoy bilan baliq oviga boramiz deb. Hali telefonlariga telefon qilsam, tusha olmadim. Tuhfatilla men bilan baliq ovidaman devdimi? Baliq oviga birga ketdinglarmi? Bir narsani boshlagan shekilli. Qutqarmasam bo'lmaydi. Ha, birgamiz, ha. Baliq ovidamiz. Telefonni berib bera olmaysizmi? Ey! Bu Tuhfatilla uzoqda baliq ovlayapti. Ana, qarmog'i baliq ushlandi. Baliq qochib ketdi, baliqni quvlab ketdi ana. Demak birgasizlar, a? Ha. Xo'p, mayli. Ha, xo'p. Do'st shunaqa vaqtda kerak bo'ladi-da. Do'stimni bir balodan qutqarib qoldim, ha. Unday qilmagin. Men senga oxirgi va'dani beraman. Mabodo yana biron bir marta baliq oviga borsam, qarmog'im uzilib tushsin.